Assalomu alaykum hammaga. Mana bunaqa zaryadka oldim. Bu telefonni ichidan chiqadigan zaryadka emas. Buni alohida sotib oldim. Bozorda menga bu yaxshi chiqadi, yaxshi zaryad beradi deyishdi. Zaryadkaga qo'yganimda bыстрый zaryadka deb yozdi. 2 haftami, 3 hafta ishlatdim. Zaryadkani yaxshi berdi. 2 hafta, 3 hafta ishlatdim. Keyin kunlardan birida shuni telefonni zaryadga tiqayman. Zaryad bыстрый zaryadka deb yozib turadi, lekin zaryad ketmaydi. Keyin ichini razbor qilib ko'rdim. Mana xuddi mana shu yozuvlari 27 wattgacha deb yozilgan. Og'ir. Oldin kattasini ochib ko'rganman, 120 watt yozilganini ochib ko'rganman. Bu 67 watt. Ichidan temir chiqqan. Bunda ham xuddi shunaqa. Ichida temiri bor. Hech qatga sovutish uchun emas bu. Hech qatiga tegib turmaydi bu. Sovutish uchun emas, yopishtirib qo'yilgan, prosta утяжелитель haliga og'ir ko'rinishi uchun, originalga o'xshab tuyulishi uchun qo'yilgan. Ichida anaqa narsalar oldin yo'qdi, bunaqa narsa ko'rmaganman. Nimaligini ham bilmayman to'g'risi. Plastilinga o'xshaydi, lekin boshqacha. Bu yerda nimaga qo'yishganini ham bilmayman to'g'risi. Endi qanchadir sovutishi mumkin, lekin baribir men o'ylayman asosiysi bu og'irlik bildirib qo'yish uchun, og'ir tuyulishi uchun qo'yilgan deb o'ylayman. Bo'ldi, mashina o'zi, mana shu bilan mana shu korobkani o'zi zaryadka. Mashina o'zi zaryadchik. Hozir ko'rsataman. Degan narsa yo'q. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Bunaqa narsalardan olayotganda originalni olish kerak. Bu narsadan olishdan ehtiyot bo'linglar. O'zim kuyganim uchun sizlar kuymanglar deb video obzor qilib beryapman. Birinchisini oldim, ishlamadi. O'ziga borib aytdim, akadim. Men 50 mingga olganman mana shu narsani, 50 mingga olganman, akadim. Shunaqa bo'lib qoldi. Xohlasangiz olib kelib beraman desam, holati yaxshi bo'lsa qaytarib olamiz dedi. Men aytdim, holati yaxshi bo'lsa nima qilasiz uni? Yana kimgadir sotasizmi desam, ha, boshqa ilojim yo'q. Baribir menga ham hech kim qaytarib olmaydi uni. Zavod 1-2 kungina garantiya beradi xolos dedi. Aka, bo'lmasa qo'ying dedim. Men o'sha zaryadkani tashlab yuboraman dedim. Mana shu o'sha zaryadka. Men bu zaryadkani tashlab yuboraman dedim. Siz menga boshqasini skidka qilib bering. Men ham kuyib qolmay aka. Sizni ham tushundim dedim. Lekin uni birovga sotmaylik dedim. Shunaqa qilib menga boshqasini berdilar. Boshqasini 50 ming olgan zaryadkam xuddi o'shani 30 mingga berdilar mana. 30 mingga zaryadka berdilar. Bu ham og'ir, buni ham ichida shunaqa metallomlar bor, unaqa musorlar bor ichida. Endi ishlatamiz, hozircha ishlab turibdi.